Zo'r lokatsiyadan zo'r uy topib qo'ydik sizlar uchun. 9 sotik 14 xona uy bor, 2 etajiga moslangan. Xullas, podvallari ham bor, kirib maza qilib yashaysizlar. Mahallada asfalt. Bu tomonimiz prokuraturani oldidan to'g'ri kirganda o'ng qo'lda birinchi ko'chada 2 etajga o'xshatib qurilgan uyimiz sotiladi. Ichkarilarni bir qator ko'ramiz, ketdik. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, balandgina qilib, cho'tka qilib uy qilib qo'ygan ekan. Kirganimizda o'ng qo'lda birinchi podval qilib qo'ygan ekan. Xullas, uyning holati zo'r. Atrofda bir qator ko'rsating. Shu 14 xona. Teraskalari bor. Bu tomonimizda to'g'rida yana xola qilib foydalansalar ham bo'ladi. Bo'lmasa ochiq narsa tevadan kelgan odamni maza qilib kuzatib tursalar ham bo'ladi. O'rtaga cho'tka qilibdi, zelyoniy zona qilib yashaydigan zo'r joy. Xullas, ancha-muncha rasxod qilib qo'yishgan. Endi qolgan rasxodlari sizlarga qolgan. Xudo xolasa olgan odam o'ziga moslab cho'tka qilib remontni qiladi. Hammalari yog'ochlarni ham ko'rib turibsizlar, fonni lagalar tashab qo'yilgan, rossiyskiy yog'ochda bo'lgan, sasna hammasi. Orqa tomonda ham joylari bor, bir qator ko'ramiz, ketdik. Ko'rib turibsizlar, bu tomonida sanuzel uchun joy qilib qo'ygan, xolasalar ham bu yerda xona qilsalar ham bo'ladi, lekin sanuzel hojatxona uchun zo'r joy. Orqa tomonimizda ham ko'rib turibsizlar, bemalol огород, naves, pod'ezd qilib hayvon boqsalar ham bo'ladigan sharoitda, xullas hojatxonalari bor. Eng qiziq joyini sizlarga ko'rsataman. Shu chiqqanlaringda mana orqa tomonda 2 etajli domlar mana ko'rib turibsizlar. Xullas, bu tomonimizda 2 metr joylari, haqqilari bor, naves qilib foydalansalar ham bo'ladi. Uni kelgan odamga podrobni tushuntiriladi. Xullas, holatni ko'rdilaring, olgan odam maza qilib yashaydigan, lokatsiyasi ham zo'r joyda ko'rib turibsizlar. Narxini hozir egasidan bitta so'raymiz, eshitasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, akamiz mana bu uyga qancha rasxod ketgan, bir ozim aytsangiz aka. Avvalambor assalomu alaykum. Bu uyga endi ketganini hisoblasak, to'g'risi kalla ishlamay qoladi. Bu uyda betoni ham, pishig'ishlari ham, rossiyskiy yog'ochlari ham ko'ngildan chiqarib qilingan. Ustalarni ham chertib, g'ishlari ham tekis urilgan. Xudo xolasa endi agar shu kunga ishlataman siz 5-6 pachkaga bilinman qurib bo'lmaydi bu binoni. Endi kim olsa ham shu binoni o'zini oladi, yeri tekin bo'ladi. To'g'risida. Endi bu narxini necha pul deyapsiz endi buni aka? Endi buni narxini 100 ming so'rayapman. 100 ming demang aka. Sal biz obunachilarga boshqatdan narx ayting aka, kelishtirib ozgina qilib bering. Bo'ldi, agar sizni naqizdan profilingizdan ko'rib, men keldim desa, 95 mingdan tushib beraman. Yana 5 ming siz uchun bo'lyapti, yana 95 mingdan tushib beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, endi bag'i o'zlaringga havola, kelib narxini o'zlaring kelishtirish, ushbu akamiz bilan kelishib, talashib, tortishib, o'zlarining narxini kelishtirib beradi akamiz. Sog' bo'linglar. Mana shu zonadan uy so'ragan akalarimizga jo'natib beramiz.